Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengesinin 44. qatimliq yig'inida Belorussiya qatorliq 46 davlat vakili imzo qo'yib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi terrorlik va bo'lgunchi guruhlarga qarshi kurashini qo'llaydiganligini bildirdi. Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr, Pokiston va Falastin qatorliq ko'pinchisi musulmon bo'lgan davlatlarga imzo qo'ygan maktubda mundaq deyildi. Biz Beijingning Xinjiang rayonidagi terrorlik, bölgünçilik ve aşkınlığa karşı duruş için kullanılan tedbirlerini kollaymiz. Yakınki 3,5 yılda Şinjan'da terörlük vakaları yüz vermedi. Rayon tinchlik ve muqimlikni asliga keltirdi. Avrupa Parlamenti parlament a'zosi Rafael Glucksmann ijtimoiy aloqa to'g'rida bu tizimlikni e'lon qilib mundaq dedi. Bu tizimlikdagi 46 hukumatga o'xshash Sharq Turkistondagi jinoyatlarni qo'llovchilar bor. Bizning Yevropa rahbarlarimizga o'xshash sukut turadigan va ularning sukutda turishiga yo'l qo'ygan kishilar bor. Dunyoda sukutni buzishga safarbar qiladigan kishilar bor dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı, Amerika Davlat İşleri Mahkemesi, Kişilik Hüquqni Kuzatish Tashkiloti va har xil kişilik huquq tashkilotlarining doklatiga qaraganda, Xitoy hukumatı 2017-yildan boshlab Sharqi Turkistonda qurgan 1300 atrofida jazo lageri bor. Yana kelib Amerika Davlat İşleri Mahkemesining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bu lagerlarda taxminan 3 million Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlar majburiy tutib turilgan. Sürgünde Sharqi Turkistonliklarning qarashicha, Xitoy hukumatı oilasidagilar yig'ib olish lageri, emgak lagerlari yoki turmalarga ib ketilgan 500 ming atrofida Uyg'ur bolasi oilasidagilardan ayrilib, Xitoy hukumatı nazoratidagi Darultam yoki yotoqliq maktablarda assimilyatsiya qilinmoqda. Amerikalik artist Bradley Whitford Amerika Basketbol birlashmasi NBA boshqaruvchilarining Xitoyning Hong Kong va Sharqi Turkiston rayonlarida qilgan zulmiga sukut qilib, Xitoy bilan hamkorlikni davomlashtirdi deb aybladi. U ommaviy taratquv hisobida NBA, sizlar Hong Kongda yuz bergan ishlarga ko'ngil bilmamsizlar yoki Xitoyning Uyg'urlar uchun qurgan jazo lagerlari xiyolinglarga kirib chiqmamdi yoki sizlarning moliyalaringlarga ta'sir ko'rsatmagandeklar prinsipal va sezgur inkas qaytirish pozitsiyasini ko'rsatmamsizlar dedi. Amerika hukumatı TikTokni o'z ichiga olgan Xitoy ijtimoiy aloqa detallarini cheklashga tayyorlik qilmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerikada ishlatilayotgan Xitoy ijtimoiy aloqa applari haqida to'xtaldi. Pompeo TikTok detalining bexatarlik jihatda zo'r xatar ib keladiganligi to'g'risidagi mulohizlarni tilga ilib, ularning bu ishga astoydil muomala qiladiganligini ta'kidladi. Pompeo TikTokning cheklanishi kerakmi yo'q degan savolga javob berib bundoq dedi. Men bu jihatda prezidentning oldida mengishni xohlamayman. Ammo Amerika kishilarning telefoniga o'rnatilgan Xitoy applari to'g'risida to'g'ri ish qiladi. Biz hozir bu masalani bartaraf qilyapmiz. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Wuhan virusining tarqalishi masalasida Xitoy bilan hamkorlashganligini ayiblagan Amerika prezidenti Trump davlatini Dünya Səhiyyə Təşkilatıdan rasmiy chekindirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı qaramog'ida ishlayotgan va a'zo davlatlarning qo'llashi bilan mavjudligini saqlab kelgan Dünya Səhiyyə Təşkilatı Amerika prezidenti Donald Trumpning ayiblashidan hayron qolganligini bildirdi. Mulohizlar davom qilayotganda Amerika prezidenti Trump davlatining Dünya Səhiyyə Təşkilatıga beradigan iqtisodiy yordamini qisqartganligini va Dünya Səhiyyə Təşkilatıdan ayrilganligini e'lon qilgan. Amerika Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir organi bo'lgan Dünya Səhiyyə Təşkilatıdan rasmiy chekinadiganligini e'lon qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın eng yangi yig'inida Dünya Səhiyyə Təşkilatı mutaxassislarining Xitoyning Wuhan'ga berib, Xitoy virusining kelib chiqishini izqo'g'lab tekshiradiganligini xabar qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın raisi Tedros Adhanom mundaq dedi. Wuhan virusining tarqalishi davomli tezlashyapti. Aniqki yuqum texi yuqori pallaga chiqmadi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı raisi faqat oldingi hafta oxiridala 400 ming yangi yuqum ko'rilganligini ta'kidlab, qazo qilganlarning sonining kuniga 5-6 ming atrofida ekanligini o'ttirg'a qo'ydi.